Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ushbu tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlari bilan uchrashib, ulardagi mavjud muammolarni hal qilish orqali yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlar masalasini hal qilish topshirig'i bo'lib o'tgan. Shu munosabat bilan sizlar bilan hozircha uchrashib turibmiz. Bugungi kunda bankimizda fuqaro va tadbirkorlar uchun bir qancha kredit mahsulotlari bor. Bulardan birinchisi hakimadan tavsiyasi bilan tadbirkorlik dasturi doirasidagi kredit. Bu kredit oila tadbirkorlik dasturi doirasida beriladi. Hakimadan tavsiyasi bilan. Keyin ikkinchi kredit. O'zimiz bankimizda biznesga birinchi qadam krediti 30 milliongacha 3 yil muddatga beriladi. 27%. O'z-o'zini batgan shaxslar beriladi. Keyin moliyaviy ommabop inklyuziv kredit bor. Bu naqdli kreditimiz 50 milliongacha 36 oyga 6 oy imtiyozlari bilan ayollarga 24% dan, erkak kishilarga 25% dan beriladi. Keyin moliyaviy ko'mak kreditimiz bor. Bu zalogli kreditimiz bu. Zalogli kredit bu 100 milliongacha beriladi. Plastik kartaga o'tkazib beriladi. 25% dan erkaklar ham, xotin-qizlar ham. Lekin zalog bilan beriladi. 3 yil muddat, 6 oy imtiyozlari bor. Keyin biznes uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasidagi moliyaviy ko'mak krediti bu yillik kredit bo'lib 4 yil muddatda bir imtiyozlari bilan 24% dan o'zini sho'tan turib beriladi. Kredit sho'tan turib beriladi. Shukrlar.